Respublikasining 33 yilligi muborak bo'lsin. O'zbekiston boshqaruvining respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlatning O'zbekiston Respublikasi va O'zbekiston degan nomlari bir ma'noni anglatadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-moddasi. Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar, jamiyat va fuqarolar ortida mas'uliyatlar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 2-moddasi. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analarini hurmat qilishni ta'minlaydi. Ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 4-moddasi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 5-modda O'zbekiston Respublikasining qonunidan tasdiqlanadigan ramzlari, bayroq, yer, maqtasiga ega. O'zbekiston Respublikasi poytaxti Toshkent shahri 6-modda. O'zbekiston xalqini millatdan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 8-moddasi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-moddasi inson huquq va erkinliklari har kimga tug'ilganidan boshlab tegishli bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqedan qat'iy nazar qonun oldida tengdirlar. Yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqidir va u qonun bilan muhofaza qilinadi. Inson hayotiga suiqasd qilishi eng og'ir jinoyatdir. O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosi ta'minlanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 25-modda. Har kim sog'lig'ini saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini qonunda belgilangan tartibda davlat hisobiga olishga haqli. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 48-moddasi. Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Davlat O'zbekiston ta'lim tizimi va uning har xil turlari, shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlarini rivojlanishini ta'minlaydi. Maktabgacha ta'lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Davlat bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'limni olishni kafolatlaydi. Umumiy o'rta ta'lim majburiydir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasi. Insonning huquq va erkinliklarini ta'minlash davlatning oliy maqsadidir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 54-moddasi. Ular Konstitutsiyasi va qonunlarga rioya etishga, boshqa insonlarning huquqlari, erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmati hurmat qilishiga majburdirlar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 68-modda yer osti boyliklari, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqalar erishishga bo'lgan milliy boyliklar ulardan qonun foydalanish zarur. Ular davlat muhofazasidir. O'zbekiston Respublikasini himoya qilish har birimizning burchimizdir. Qonun